Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan birgalikda demak ax kvadrat plus bx plus c barobar 0 kvadrat tenglamaning yechimini topish, ya'ni diskriminant x1 2 barobar minus 1 plus minus izosi b kvadrat minus 4ac taqsim 2a ni kelib chiqish isboti bilan tanishib chiqamiz. Xo'sh, demak qanday qilib isbotlaymiz? Mana bu berilgan, yuqorida berilgan ifodani, xo'sh, mana bu kvadrat tenglamamizni a ga bo'lib yuboramiz. A ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x kvadrat plus b taqsim a x plus c taqsim a barobar 0. Ana endi x kvadrat plus 2 ko'paytirilgan b taqsim 2a ko'paytirilgan x. Hozir bizda mana bular qisqarib ketib, bu yuqoridagi ifodani o'zini yana qaytarib beradi. Plus xo'sh, b kvadrat taqsim 4a kvadrat minus b kvadrat taqsim 4a kvadrat plus c taqsim a barobar 0. Va mana bu ikkalasi qisqarib ketib, yana o'zini qaytarib beradi. Xo'sh, demak keling, biz bu uchalasini olamiz. Oladigan bo'lsak, xo'sh, bu uchalasi x plus b taqsim 2a ning kvadrati. Bu ifodalarni tenglikning narigi qismiga olib o'tamiz. b kvadrat taqsim 4a kvadrat minusdan c taqsim a. Xo'sh, demak x plus b taqsim 2a ildiz olib yuboradigan bo'lsak, plus minus. Xo'sh, azar makhraj bermaymiz. Makhraj beradigan bo'lsak, bunga 4a bilan beramiz. Xo'sh, ildiz osti deymiz. Xo'sh, b kvadrat minus 4ac taqsim 4a kvadrat hosil bo'lar ekan. Demak, x barobar minus b taqsim, buni narigi tarafga olib o'tamiz. Minus b taqsim 2a bo'ladi. Xo'sh, plus minus bu 4a kvadratdan ildiz chiqaradigan bo'lsak, ildiz osti b kvadrat minus 4ac taqsim 2a bo'lar ekan. Xo'sh, demak ikkalasida makhraj bir xil, ikkalasiga makhrajni 2a yozamiz. Xo'sh, demak suratimizda minus b qoladi. Mana bu plus minus ildiz osti b kvadrat minus 4ac. Xo'sh, isbotimiz kelib chiqadi. Mana shunaqangi qiziqarli misollarning isbotini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.